Agar telefoningizda begona ilova, tushunarsiz SMS, pensiyangiz to'xtatiladi degan xabar yoki bank kartangizga ulanib olgan shubhali xizmat bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bugun ko'p pensionerlar pensiyasidan qonuniy sabab bilan emas, aynan telefon orqali qilingan xato, firibgarlarning aldovi yoki o'z vaqtida tekshirilmagan qarzdorlik sababli ayrilib qolmoqda. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda pensiyangizdagi xavf tug'iladi, qaysi xabarlarga ishonmaslik kerak, telefoningizni qanday tekshirish kerak va yaqinlaringizni qanday ogohlantirish zarur. Videoni hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying, chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz va pensiya oladigan har bir tanishingizga kerak bo'lishi mumkin. Avvallari pensionerlar pensiyasini asosan aqta pul shaklida yoki pochta orqali olardi. Pul kelardi, odam imzo qo'yardi, pensiyasini olib ishlatardi. Albatta u paytda ham muammolar bor edi. Hujjatdagi xato, yashash joyi o'zgargani, bank rekvizitlari noto'g'ri yozilgani yoki qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar bo'lardi. Lekin telefon orqali pensiyaga bog'liq xavf bu darajada kuchli emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Bank kartasi esa telefon raqamiga ulanadi. Telefon raqamiga SMS kod keladi. Telefon ichida bank ilovasi, mobil operator ilovasi, davlat xizmatlari ilovasi, messenjerlar va turli havolalar bor. Demak, firibgar uchun eng qulay eshik ham aynan telefon bo'lib qoldi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men amaliy hayotda ko'rayotgan eng katta muammo shuki, odamlar men telefonni faqat qo'ng'iroq uchun ishlataman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya kartasiga ulangan telefon raqami qo'ldan chiqsa yoki telefonda zararli ilova ishlasa, pulingiz xavf ostida qoladi. Bu yerda ikkita narsani aniq ajratib olish kerak. Birinchisi, davlat yoki pensiya jamg'armasi sizning telefoningizda biror ilova borligi uchun avtomatik ravishda pensiyangizni olib qo'ymaydi. Bunday qoida yo'q. Ikkinchisi, telefoningiz orqali firibgarlar bank kartangizdagi pensiya pulini yechib olishi, sizning nomingizdan kredit olishga urinishi yoki qarzdorlik va ijro hujjatlari bo'yicha hisobingizdan ushlab qolinishiga sabab bo'ladigan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun telefoningizda bu bo'lsa pensiyangizni olib qo'yishadi deganda, men aniq aytaman, xavfli narsa bu begona ilovalar, shubhali havolalar, SMS kodlarini berish. Bank ilovasiga begona qurilmadan kirish va rasmiy bo'lmagan xabarlarga ishonishdir. Eng ko'p uchraydigan holat shunday bo'ladi. Pensionerga qo'ng'iroq qilishadi va o'zini bank xodimi, pensiya bo'limi xodimi, mahalla vakili yoki davlat xizmatlari mutaxassisi deb tanishtiradi. Sizning pensiya kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz qayta hisob-kitob qilinmoqda, kompensatsiya puli chiqdi. Kartangizni tasdiqlamasangiz pensiya tushmaydi deyishadi. Keyin SMS kod so'rashadi yoki biror havolaga kirishni aytishadi. Mana shu joyda ko'p odamlar xato qiladi. Men har doim aytaman. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi. Uni kimga aytsangiz, o'sha odam sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Masalan, kartangizga kirishi, bank ilovasini boshqa telefonga ulashi, pul o'tkazmasini tasdiqlashi yoki shaxsiy kabinetingizga kirishi mumkin. Bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning kartasida 2 oylik pensiya yig'ilib 2 million 400 ming so'm turgan bo'lishi mumkin. Firibgar bitta SMS kod orqali shu pulni bir necha daqiqada boshqa hisobga o'tkazib yuboradi. Odam esa bankka borganda pulni o'zingiz tasdiqlagansiz degan javobni eshitishi mumkin. Keyin isbotlash, ariza yozish, ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Pulni qaytarish esa har doim ham tez bo'lmaydi. Ikkinchi xavfli holat bu telefon ichidagi begona ilovalar. Masalan, kimdir pensiya miqdorini tekshirish, yangi yordam puli olish, kartani himoya qilish, bonus olish degan nomdagi ilovani o'rnatishni aytadi. Ilova rasmiy do'kondan emas, noma'lum havoladan yuklab olinadi. Odam ruxsat beradi. SMS o'qishga ruxsat, kontaktlarga ruxsat, ekran ustidan ko'rsatishga ruxsat, kiruvchi xabarlarni ko'rishga ruxsat. Shundan keyin zararli ilova telefonga kelgan kodlarni o'qishi. Bank ilovasi oynasini soxta oynaga almashtirishi yoki odamni aldab parol kiritishga majbur qilishi mumkin. Uchinchi holat bu qarzdorlik masalasi. Pensionerning kommunal to'lovdan, alimentdan, kreditdan, sud qaroridan yoki jarimadan qarzi bo'lsa, ayrim holatlarda ijro tartibida daromaddan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu telefon ichidagi ilova sababli emas, balki rasmiy qaror yoki ijro hujjati sababli bo'ladi.
Lekin odam telefoniga kelgan xabarlarni o'qimasa, bankdan yoki davlat organidan kelgan ogohlantirishlarni farqlamasa, muammo kattalashadi. Masalan, 700 ming so'm jarima vaqti to'lanmasa ijroga o'tishi, qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi va bank hisobiga cheklov tushishi mumkin. Pensioner pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa qarzdorlik bo'yicha qonuniy ushlab qolish yoki hisob bloklanishi bo'ladi. Birinchi navbatda bank kartasiga pensiya oladigan va telefon raqamiga SMS bank yoki mobil ilova ulangan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning pensiya kartangiz bor, unga telefon raqamingiz ulangan va sizga kodlar kelib tursa, demak telefoningiz moliyaviy kalit vazifasini bajaradi. Telefon oddiy aloqa vositasi emas, pulingizga kirish eshigi bo'lib qolgan. Ikkinchi guruh bu telefonga ilova o'rnatishni yaxshi tushunmaydigan pensionerlar. Farzandi yoki nevarasi bir paytlar ilova o'rnatib bergan, keyin telefon ichida nimalar borligini hech kim tekshirmagan. Men bunday holatni ko'p ko'raman. Telefonda 3 ta bank ilovasi bor, lekin odam faqat bittasidan foydalanadi. Noma'lum cleaner, antivirus, bonus, loan, cash kabi ilovalar turadi. Messengerda esa o'nlab shubhali guruhlar va havolalar bor. Har bir bunday narsa albatta zararli degani emas, lekin tekshirilmagan telefon xavfli muhitga aylanadi. Uchinchi guruh bu qarindoshlari nomidan kredit olib bergan, kimgadir karta bergan yoki bank kartasini boshqa odam qo'lida qoldirgan pensionerlar. Masalan, ona pensiya kartasini o'g'liga beradi. O'g'li esa internetdan xarid qiladi. Kredit ilovasiga kiradi yoki kartani turli saytlarga bog'laydi. Keyin hisobdan pul yechiladi yoki qarz chiqadi. Pensioner esa men hech narsa qilmaganman deydi. To'g'ri, u qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin karta va telefonni boshqa odamga berishning oqibati baribir o'ziga qaytadi. Agar siz hech kimga SMS kod bermagan bo'lsangiz, telefonga noma'lum ilova o'rnatmagan bo'lsangiz, pensiya kartangiz yoningizda bo'lsa, bank ilovangiz faqat o'zingizning telefoningizda ishlasa va qarzdorliklaringiz bo'yicha rasmiy xabardor bo'lsangiz, vahimaga tushish kerak emas. Lekin baribir tekshiruv qilish kerak. Chunki xavfsizlik degani faqat muammo chiqqandan keyin yugurish emas, oldindan eshikni mahkamlab qo'yishdir. Yana bir muhim nuqta, rasmiy organlar sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, TV kodini yoki SMS kodini so'ramaydi. Pensiya bo'yicha haqiqiy masala bo'lsa, odatda rasmiy tartibda murojaat qilinadi. Shaxsni tasdiqlash talab qilinadi, hujjat ko'riladi. Hozir kodni aytmasangiz pensiyangiz bekor bo'ladi degan gap deyarli har doim firibgarlik belgisi. Birinchi misol, 18 yoshli ayol oyiga 20 million 500 ming so'm pensiya oladi. Unga qo'ng'iroq qilib, sizga 900 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqdi, kartangizni tasdiqlaymiz deyishadi. Ayol xursand bo'ladi, chunki qo'shimcha pul kerak. Telefoniga kelgan kodni aytadi. Oradan 10 daqiqa o'tib, kartasidagi 20 million 5 ming so'm yechib olinadi. Firibgarlar qo'shimcha pul bermaydi, aksincha bor pulni olib ketadi. Bu yerda sabab pensiya jamg'armasi emas, aynan kodni berish bo'lgan. Ikkinchi misol. 2 yoshli erkakning telefoni eski, lekin unga nevarasi bank ilovasini o'rnatib bergan. Keyin u messengerda pensionerlar uchun bepul dori ro'yxatdan o'tish degan havolani bosadi. Havola orqali ilova yuklanadi. Ilova SMS o'qishga ruxsat so'raydi. Erkak ruxsat bermasam ishlamas ekan deb bosadi. Bir necha kundan keyin bank ilovasiga kirishda muammo paydo bo'ladi. Hisobdan kichik summalar ketadi. Avval 20 ming, keyin 20 ming, keyin 300 ming so'm. Bunday firibgarlikda pul birdaniga emas, sekin ham yechilishi mumkin. Odam kech sezadi. Uchinchi misol, pensionerning 2 million so'm kredit qarzi bor. U men pensiyadaman, menga tegishmaydi deb o'ylaydi. Ammo qarz sud yoki ijro organiga o'tsa, qonunda belgilangan tartibda daromadidan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Bunday vaziyatda telefon xavfi shundaki, odam SMS ogohlantirishlarni o'qimagan, bankdan kelgan xabarlarni tushunmagan, ijro ishi ochilganini vaqtida bilmagan. Natijada pensiya tushishi bilan bir qismi ushlanadi. Buni firibgarlik bilan aralashtirmaslik kerak. Agar ushlab qolish qonuniy bo'lsa, uni faqat tegishli organ orqali aniqlashtirib, qarz miqdori qaror asosida ushlab qolish foizini tekshirish kerak. To'rtinchi misol, ayol pensiya kartasini qiziga beradi. Qizi esa kartani internet do'konga ulaydi. Keyin karta ma'lumotlari saqlanib qoladi yoki begona sayt orqali xarid bo'ladi. Ayol men telefon ishlatmayman, qanday qilib pul ketdi deydi. Lekin karta raqami, SMS tasdiqlash va telefon raqami oilada nazoratsiz aylangan bo'lsa, pul xavf ostida qoladi.
Men har doim aytaman, yordam berish boshqa, moliyaviy kalitani nazoratsiz berish boshqa. Eng katta noziklik shuki, hamma SMS ham firibgarlik emas. Bankdan haqiqiy xabar kelishi mumkin. Davlat xizmatlaridan haqiqiy bildirishnoma kelishi mumkin. Sud yoki ijro organi bo'yicha rasmiy xabar bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy xabar ham sizdan kodni aytishni talab qilmaydi. Haqiqiy xabar odatda ma'lumot beradi. Qaysi xizmat, qaysi summa, qaysi sana, qaysi raqam orqali murojaat qilish kerak. Firibgar esa shoshiltiradi. Hozir ayting, 5 daqiqa qoldi. Blok bo'ladi, pul qaytmaydi deydi. Shoshiltirish firibgarlikning eng kuchli belgilaridan biri. Yana bir nozik joy, telefon raqami kimning nomida ekanini tekshirish kerak. Ba'zi pensionerlarning bank kartasi o'z nomida, lekin telefon raqami farzandi yoki boshqa qarindoshi nomida bo'ladi. Bu har doim ham muammo degani emas, lekin xavf tug'diradi. Agar raqam egasi SIM kartani tiklasa, yo'qotsa yoki boshqa qurilmaga o'tkazsa, bank xabarlari ham o'sha raqamga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiya kartasi uchun eng to'g'ri yo'l bankka bog'langan telefon raqami pensionerning o'z nazoratida bo'lsin. SIM karta ham ishonchli tartibda yuritilsin. Yana bir masala, telefon yo'qolsa. Ko'p odam telefonimda pul yo'q edi deb beparvo bo'ladi. Aslida telefonda bank ilovasi, SMS, kontaktlar, pasport rasmi, karta rasmi yoki shaxsiy ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Telefon yo'qolgan zahoti bankka qo'ng'iroq qilib, kartani vaqtincha bloklash, mobil operatorga murojaat qilib, SIM kartani bloklash, kerak bo'lsa paraxonlarni almashtirish zarur. Bir kun kutish ham xavfli. Qarzdorlik bo'yicha ham nozik joy bor. Pensiyadan hamma pulni istalgancha olib qo'yish mumkin emas. Qonuniy tartib cheklovlar qaror asoslari bo'ladi. Agar siz pensiyangizdan tushunarsiz ushlab qolish ko'rsangiz, bankdan ko'chirma oling. Qaysi tashkilot foydasiga ushlanganini aniqlang. Ijro organiga yoki tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Kimdir olibdi deb taxmin qilish yetarli emas. Hujjatdagi asosni ko'rish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. Sozlamalarga kiring. Ilovalar ro'yxatini oching. Nomi sizga tushunarsiz bo'lgan, qachon o'rnatilganini esla olmaydigan bonus, grant, pension, security, cleaner, cash, loan, update kabi shubhali nomli ilovalarni ko'ring. Agar ilova sizga kerak bo'lmasa va rasmiy manbadan o'rnatilmagan bo'lsa, uni o'chirib tashlash kerak. Lekin bank ilovasini adashtirib o'chirib yubormaslik uchun ishonchingiz bo'lmasa, bank xodimi yoki texnikani tushunadigan ishonchli farzandingizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam, ruxsatlarni tekshiring. Ilova SMS o'qishga, qo'ng'iroqlarni boshqarishga, ekran ustida chiqishga maxsus imkoniyatlarga. Bildirishnomalarni ko'rishga ruxsat olgan bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Oddiy ob-havo ilovasiga SMS o'qish kerak emas. Oddiy chiroq ilovasiga kontaktlaringiz kerak emas. Ilova vazifasiga mos bo'lmagan ruxsat so'rasa, bu xavf belgisi. Uchinchi qadam, bank ilovasini tekshiring. Bank ilovasiga kirib, ulangan qurilmalar, oxirgi operatsiyalar, kartaga bog'langan xizmatlar va avtomatik to'lovlarni ko'ring. Agar siz tanimaydigan qurilma ko'rsangiz, uni darhol uzing. Oxirgi operatsiyalarda siz qilmagan to'lov bo'lsa, bankka darhol murojaat qiling. Bank kartasini vaqtincha bloklash uyat emas. Aksincha pulni asrashning eng tez yo'li. 4-qadam SMS kod qoidasi. Bugundan boshlab o'ylangizda bitta qat'iy qoida bo'lsin. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank xodimiga ham, pensiya xodimiga ham, mahalla vakiliga ham o'g'lingiz avariyaga uchradi degan odamga ham aytilmaydi. Agar kimdir kod so'rasa, suhbatni to'xtating va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilayotgan odam bergan raqamga emas, kartangiz orqasidagi bank raqamiga yoki rasmiy saytdagi raqamga qo'ng'iroq qiling. 5-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Agar pensiya bo'yicha tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, bankdan hisob ko'chirmasi oling. Pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, bank kartasi ma'lumotlari. SMS xabarlar skrinshoti, ijro hujjati bo'lsa, uning raqami, qarz bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Keyin bankka, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki majburiy ijro byurosining hududiy bo'limiga yozma murojaat qiling. Murojaatda pensiyamdan qaysi asosga ko'ra, qaysi summa, qaysi sana va qaysi tashkilot foydasiga ushlab qo'linganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob talab qiling. Chunki og'zaki gap bilan muammo hal bo'lmaydi. 6-qadam, qarzdorlikni oldindan tekshiring. Kommunal to'lovlar, kreditlar, jarimalar
soliq yoki sud qarorlari bor yo'qligini imkon qadar rasmiy manbalar orqali aniqlang. Agar qarz haqiqatdan bor bo'lsa, uni inkor qilish muammoni kuchaytiradi. To'lov jadvali bo'lib to'lash yoki qarz miqdorini aniqlashtirish bo'yicha rasmiy murojaat qiling. Ba'zan qarz to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin buni faqat hujjat bilan isbotlash mumkin. 7-qadam, yaqinlaringiz telefonini ham tekshiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, telefonni yaxshi tushunmaydigan ota-onalar va keksalar xavf guruhida. Ularga hech kimga kod aytma deb bir marta aytish yetmaydi. Telefonida qanday ilovalar bor? Karta qaysi raqamga ulangan? Bank xabarlari kelyaptimi? Shubhali guruhlarga qo'shilganmi? Bularni amalda tekshirib berish kerak. Men tavsiya qilaman. Oyiga kamida bir marta keksalarning telefonini ko'zdan kechiring. 8-qadam, telefonni himoyalang. Ekran qulfini qo'ying. Parol juda oddiy bo'lmasin. 1121, 1244 tug'ilgan yil kabi parollar xavfli. Bank ilovasiga alohida parol yoki biometrik himoya qo'ying. Telefonni begona odamga 1 daqiqaga berib yubormang. Agar kimdir sizdan telefoningizga kod keldi, ayting desa darhol shubhalaning. 9-qadam. Firibgarlik bo'lsa kechiktirmang. Pul yechilganini ko'rsangiz, avvalo bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang, keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qo'ng'iroq qilingan raqam, vaqt aytilgan gaplar, SMS xabarlar, karta operatsiyasi, pul yechilgan summa, bank ko'chirmasi bo'lsin. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, pul xaritini kuzatish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya bo'yicha haqiqiy davlat xizmati sizni qo'rqitib, shoshiltirib, SMS kodingizni so'rab ish qilmaydi. Pensiyangizni saqlab qolish uchun havolaga kiring. Kartani yangilash uchun kod ayting. Kompensatsiya olish uchun oldindan to'lov qiling kabi gaplar juda xavfli. Kompensatsiya yoki yordam puli haqiqiy bo'lsa ham, uni faqat rasmiy manba orqali tekshiring. Telefoningizdagi eng xavfli belgilar quyidagilar. Siz o'rnatmagan ilova paydo bo'lgan. Bank ilovasi o'z-o'zidan chiqib ketmoqda. SMS kodlar kelib turibdi. Lekin siz hech narsa qilmagansiz. Hisobdan mayda summalar yechilmoqda. Telefon sekinlashib qolgan. Ekranda begona oynalar chiqmoqda. Siz tanimaydigan odamlar nomidan xabarlar kelmoqda. Bunday holatlarda o'tib ketar demang. Darhol tekshiring. Yana shuni biling. Firibgarlar ko'pincha odamning qo'rquvi va umididan foydalanadi. Qo'rquv, pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz bloklanadi. Qarzingiz bor, umid, sizga pul chiqdi, yordam puli olasiz, bonus bor. Ikkalasi ham bir maqsadga xizmat qiladi. Sizni shoshiltirib, xato qildirish. Men ekspert sifatida eng oddiy himoya usulini aytaman. Shoshilmang, kod bermang, havola bosmang, rasmiy joydan tekshiring. Bugungi mavzuning mazmuni shuki. Pensiyangizni telefoningizdagi bitta begona ilova yoki bitta aytilgan SMS kod xavf ostiga qo'yishi mumkin. Davlat sizning telefoningizda ilova borligi uchun pensiyangizni o'z-o'zidan olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar telefon orqali pensiya kartangizdagi pulni yechib olishi mumkin. Qarzdorlik bo'lsa, qonuniy ushlab qolish ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank ko'chirmasi va rasmiy hujjatlarni tekshirish shart. Hozirning o'zida telefoningizni tekshiring. Begona ilovalarni ko'ring, bank operatsiyalarini ko'ring, SMS kod qoidalarini yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa pensiya oladigan ota-onangiz, buvingizbobongiz, qo'shningiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroq yoki shubhali xabar kelganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni imkon qadar ko'proq yaqinlaringizga ulashing.